Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Hammaga ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Mana bugun sotiladigan torlarimiz keldi. Xudo xolisa shularni hammasini ko'rsatib, narxlarini ham aytib, hammasini tushuntiramiz. Bir boshdan boshlaymiz. Arzon torlardan 3 ta tor bor, xudo xolisa, yaxshi torlar. Mana ovozlariga eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Bu torimiz bizga ta'mirga kelgan, gavdalari kichikroq, udobniy, o'rganishga bo'ladigan yaxshi tor. Narxi 4 million arzon qo'yilgan. Shuning uchun kimga shunaqa arzon sifatli yaxshi tor kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarni ham xudo xolisa shu narxning ichida qilib beramiz. Keyin ikkinchi torimiz, bu yangi tor. Buni ham sotishdan oldin sotishga olib keluvdi o'zi. Polni kapitalning hamma joylarini ta'mirladik. Qoplar komplekslarni qo'yib, oklesga boylab, quloqlarni ham boshqatdan ko'rib chiqib, golovkaga bezaklarni faqat kosa dasta golovkasi qoldi. Qolgan hamma narsasini boshqatdan yangidan qildik. Mana ovozlarga ham ahamiyat bersanglar, birinchi kelgandan o'zgarish katta bo'ldi. Yangi tor bu, chalingan sari ovozlari bundan ham xudo xolisa jarang bo'lib boraveradi. Mana torimizni ko'rinishi, kosalari ham sof, gavdali, yaxshi tor. O'zlarimiz 100% ta'mirdan chiqardik. Bu torimiz narxi 6 million. Dastavkalari ham xudo xolisa shu narxning ichida. Narxiga yaxshi tor. Endi 3-chi tor, bu asobiy yasalgan o'zlarimizning tor. Shu torimiz sotiladi, yangi yasaldi. Mana ko'rinishlarga e'tibor bersanglar, kosalari ham, figuralarning ishlanishi Ozarbayjonskiy vakinskiy formada, golovkalariga ham, hamma joylariga e'tibor bersanglar, did bilan chiroyli qilib yasalgan tor. Pardasi ham tuya teri qoplangan, bu ovoziga baribir ham katta ta'sir qiladi. Mana torimizning ovoziga baho bersanglar.
Bu ham yangi tor, hali yangi yasalgan tor. Xudo xolasa chalingan sari og'izlari ham bundan jarangli bo'lib, ochilib boraveradi. 100% necha yil desangiz garantiya beriladi bu torlarga. O'zlarimiz yasaydigan torlar kosa dastalari kamida 5-6 yillab quritib qo'yiladi. Materiali ham masalan bir 70-80 bir asrlik tutlardan olinadi. Kosasi tut daraxtidan, dastasi o'rikdan bo'ladi. Mana figuralarga ham ahamiyat bersanglar, Ozarbayjonning figurasida ishlanadi bizada. Mana shu tor. Bu torimiz narxini ko'pchilik so'rashadi, baribir. Bu torimiz narxi $600. Bu endi san'atkorlar uchun asobiy ovozlari ham jarangli chiqadigan yaxshi torlar, shu narxiga yarasha bo'ladi. Xudo xolasa, kimga shunaqa torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zlarimiz chiroyli qilib beramiz. Hammaga rahmat, aka-ukalar. Xudo xolasa hammaga shunaqa yaxshi torlar nasib qilaversin. Mehnatimizni qadrlab, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz ham xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.